Xonadonimizga qanaqa ko'rinishda yetib keladi deyishardi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Juda ham ko'pchilik ushbu Angola biligimizdan tayyor bo'lgan sokel abrezimizni xonadonimizga qanaqa ko'rinishda yetib keladi deyishardi. Hozir biz Buxoroga 55 metr 3 kunda mana shunday ko'rinishda sokel abrez qilib berganmiz. Video davomida detallarni noldan tortib plyonsigacha qanday ko'rinish bo'lishini sizlarga video davomida ko'rsatib beraman. Hozir videoda aytganimizdek o'sha Angola Black tabiiy granit qop-qorasidan ko'rishingiz mumkin. Xonadonlarga mahsulotlarimiz mana bunday yarim tayyor holatida boradi. Detal ko'rinishda boradi. Ekrani 40 sm. 0.9 yamli. Qolgan detallari ham detal bo'lib boradi. Va mana bunday 3 sm-liklar sinib qolmasligi uchun ehtiyot qilish maqsadida skotchlar taglarga taxta qo'yib akkuratli qilib yuklab berganmiz. Va hozirdagi ustalarimizga juda ham yoqayotgan Benfix granitlarimizni qoralardan choklari uchun berganmiz. Albatta Benfix granitlar bilan choklari ham ideal chiqadi. Qopqoqlarimizni mana ko'rishingiz mumkin, abmanga qilib berganmiz. Bu choklari ham shu Benfix granitlar bilan deyarli bilinmagan darajaga kelgan xudo xohlasa. Agarda siz ham soketingizni mana shunday ortcha bosh og'riqlar, shovqinlarsiz bitishini xohlasangiz, bizga bemalol murojaat qiling. Yarim tayyor ko'rinishda xuddi mana shunday qilib sifatli qilib chiqarib beramiz.